Taxminan 10 kundan keyin danagimiz o'sishni boshlaydi. O'zi ildizi ham, shoxi ham deyarli birdaniga o'sadi. O'zi o'sishi ham juda chiroyli va qiziqarli jarayon. Do'stlar, bugungi videoni albatta oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolisa foydali va qiziqarli bo'ladi. Bu qo'limdagi mangoni danagi, biz 30 kun oldin mangoni danagidan o'stirishni boshlagan edik. Mana natijasi ancha katta bo'lib qoldi. Bugun bo'lsa avokadoni danagidan o'stirishni boshlaymiz. Uy sharoitida avokadoni danagidan o'stirish ham oson, ham juda ham qiziqarli jarayon. Avokadoni mangoga nisbatan danagidan undirish ham oson, buni parvarishi ham oson. Hozir hammasini bir boshdan tushuntirib ko'rsatib beraman. Do'stlar, kim kanalimizda mehmon bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizning Telegram kanalga ham obuna bo'linglar. Bularni chetroq surib turamiz. Do'stlar, birinchi o'rinda mangoni bozordan yumshoqrog'ini va pishganrog'ini xarid qilinglar. Shunaqasi tezroq unib chiqadi. Mango juda ham qattiq va xom bo'lmasin. Bozorda o'rtacha mango 20 ming so'm turadi. To'g'ri bemaza, lekin juda ham foydali meva. Hozir mangoni kesib, ichidan danagini olamiz. Mangoni kesayotganda ehtiyotroq bo'lib kesinglar. Pichoq bilan danagini kesib, shikastlab qo'ymanglar. Mana danagi, endi hozir buni chiqazamiz. Mana danagini chiqazdik, endi buni yaxshilab yuvib tashlashimiz kerak. Danagini yuvgandan keyin 10-15 daqiqa quritamiz. Danagimiz yaxshilab qurigandan keyin ustidagi jigarin po'stlog'ini shilib olib tashlaymiz. Bu juda ham oson, o'zi yumshoq bo'ladi. Po'stlog'ini shilib olib tashlasanglar, unib chiqish jarayonlari ancha tezlashadi. Lekin xohlasanglar qoldirsanglar ham bo'ladi, faqat jarayonlar ancha sekinlashadi. Mana ko'rib turibsizlar, shilib olib tashlash juda ham oson. Bitta qo'lda ham qilib tashlasanglar bo'ladi. Mana juda ham oson shilinadi. Mana po'stlog'ini shilib olib tashladik. Endi masalaga muhim joyini tushuntirib beraman. Do'stlar, albatta kanalimizga obuna bo'linglar. Xudo xolisa masalaga natijalarni ham ko'rsatib boraman. Danagini uchsiz tomoni mana shu joyi, bu ildiz chiqadigan joyi. Shu tomoni suvda turish kerak. Danagini uchli tomoni bu shox chiqadigan joyi. Shu tomoni tepaga qarab quruqlikda turish kerak. Hozir ko'rsatib beraman. Do'stlar, bu danani biz suvda undiramiz, stakanga qo'yib, mana xuddi shunaqa qilib, buni ham bugun qo'yganman. Stakanda turishi uchun biz uchta tomoniga zubachistka tiqishimiz kerak. Zubachistkani chuqur tiqmaylar, uzog'i 0,5 sm tiqsanglar yetadi. 0,5 sm tiqsanglar hech qanaqa zarar yo'q, qo'rqmasdan tiqsanglar bo'ladi. Faqat eng asosiysi mana shu yorig'iga tushib qolmaylar, chetroqlariga tiqinglar. Zubachistkani 2-3 mm tiqsanglar yetadi. Shuni o'zi bemalol ushlab turadi. Eng asosiysi tepasiga, mana shu uchli tomoniga yaqinroq qilib tiqinglar. Asosiysi pastida ko'proq joy qolish kerak. Menimcha juda ham tepaga chiqib ketdim, lekin shuni o'zi bo'ladi. Eng asosiysi stakanda mana shunaqa holatda turish kerak. Endi stakanimizga iliq suv solamiz, oddiy tindirilgan suv. Suv tarkibiga hech bola qo'shmasanglar ham bo'ladi. Aktivni ugul unaqa narsalar kerak emas. Oddiy suv solasizlar. Danagimiz mana xuddi shunaqa holatda bo'lishi kerak. Pastki qismi suvda, tepa qismi quruqlikda. Suv vaqt o'tib albatta bug'lanadi, kamayadi. Buni albatta to'ldirib turinglar, qurib qolmasin. Xushyor bo'lasizlar. Do'stlar, videoning oxirida endi eng muhim joyini tushuntirib beraman. Bu narsani biz teplechka qilmaymiz, yopmaymiz. Shunda ochuv holatida turadi. Faqat aytganimdek suv kamaysa, albatta to'ldirib turinglar, xushyor bo'linglar. Oddiy filtr suvi yoki tindirilgan suv ishlatsanglar bo'ladi. Va eng asosiysi, bu narsani biz yorug' va issiqroq joyga qo'yishimiz kerak. Yorug'lik muhim emas, lekin issiqlik juda ham muhim. Harorat +25, 22, 25 bo'lsa juda ham zo'r bo'ladi. Maslahatim, issiqroq radiatorga yaqinroq qo'yinglar, shunda jarayonlar juda ham tez bo'ladi. Taxminan 10 kun, 15 kunda o'zi jarayonlar boshlanadi. Birinchi ildiz chiqadi, keyin ildizni ketidan shoxi ham darhol o'sishni boshlaydi. Do'stlar, albatta sizlarga natijalarini ko'rsatib boraman. Shu uchun kanalimizga albatta obuna bo'linglar.